Bu ba'zi odamlar yisimi samamaydi ekan. Men nimishqa ozroq yeb qo'yishni samirib ketaman malim deb mush ishqa beshini qatirayotgan do'stlar. Men bir aqlni ko'rsatay ya. Masalan, sizning yo'ldishingiz balkim sizning ko'zingizga yisim samamaydigandek uzun yil o'riq turgan bo'lishi mumkin. Yoki bir do'stingiz yoki bir qerinchingiz shunday bo'lishi mumkin. Siz ma'qul deb bir hafta shu odam bilan birga yashang. Nima yeysiz shuni yeng. Qanchalik miqdorda yeysiz shunchalik miqdorda yeng. Qanchalik surat yeysa shunchalik miqdorda shunchalik suratda yeng. Nima issiz shuni iching. Qanchalik esa shunchalik iching. Qaysi harakatni qilsa shu harakatni qiling. Nimish qilsa shuni qiling. Uxlasa sizmi tan uxlang, qancha qo'psiz qo'ping. Mo'sha odam bilan siz bir hafta har qanday ishni o'xshash qilib bir sinab beqing. Sizning ko'nglingizda yana qarashtirib yisimi samamaydigan odam ekan. Ashlang bilan tan o'xshash yashayolab turib, ig'irligingiz tushmasa, meni izsangiz bo'ladi. Cho'qimlam tushdi ig'irligingiz. Ba'zi odamlar hamma narsani yegishga jixaydigandek ko'rindi. Amaliyotda u sizning ko'zingizni ko'rangini, u siz o'ylagandek jiq yemaydi. Ba'zi odamlar o'tirib telefon insa xuddi sizga o'xshash hech qanday o'nsiz yetigandek ko'rindi. Ammo uning kunlik turmushidagi to'xtamay midrab dodongjon o'xshash uni buni qilgan harakatini siz qilib olmaysiz. Faqat o'ttirgan vaqtini ko'riblar biz bu o'ttirdigan ekan deb o'ylab qolsa, amaliyotda uning harakatini jiqni siz uqmaysiz. Bir nimani yeganmasdan qalaymiqan ushaqchak narsalarni yegan bo'lsa, hamma narsani yeydi deb o'ylab olasiz. Amaliyotda uning qanchalik miqdor deyotganligi, uning jiq narsa yeganligini siz bilmaysiz. Shuningga bir hafta shuning bilan nima ish qilsa shuni qilib bir sinab beqing. Bu shu sababini o'zingiz topa olasiz. Bo'ldi.